jigarli o'zbek halal foods marhamat. Memphis, Tennessee'da o'zimizni o'zbeklar chotki qilib mana joy ochib qo'yishgan. Manti bor, sho'rva, mastava, osh. O'tgan safar ham bir yeb ko'rganimda mana qozon kabob, borsh, nonlari bor ekan, somsalar, qovurmalag'mon. O'tgan safar yeganimda ham rosa, kstati, somsalar уже чистый xuddi o'zimizda tandir somsalar bor, shunaqa tomchi somsa bo'yotibdi. Bilasiz, yeganlar bo'lsa yozinglar, nima gap bu? Qanaqa, men oxirgi yeganimda juda ta'mlari joyida, gapi yo'q, mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Shundoq Truckstop Flange joyini qo'yasizlar. Juda ko'plar biladi. Bilmaganlarga foydali bo'lsin, mana marhamat joylar qilib qo'yishgan, maza qilib, o'tirib. O'zbek faqat oyda yo'q, chunki oyda foyda yo'q degani shu bo'ladi. Gap yo'q. Mana shu narsani tashkil qilgan akalarga rahmat.